Assalomu alaykum, Vodiy mol savdo kanali obunachilari. Bugun biz Andijon viloyati Oltinko'l tumani Umidjon akaning xonadoniga tashrif buyurganmiz. Bugun 14-fevral 2026-yil hafta kuniga shanba. Ushbu ko'rib turgan shved buqachalaringizda videolar davomida sizlarga ma'lumotlarni aytib ko'rsatib boramiz. Kimgadir ma'lumotlarimiz to'g'ri kelgan bo'lsa, video ostidagi raqamlarga aloqaga chiqib bemalol savdosini qilishingiz mumkin. Imkon qadar videolarimizni o'tkazmasdan, shoshilmasdan ko'rib tursalar, biz ushbu buqachalarimizni aylantirib, yurishlarini, turishlarini ko'rsatamiz. Akalar, videomizga bittadan like bosib qo'yasizlar. Xo'p, o'rtoq akalar, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ushbu buqachalarimiz bo'ylari 1.15, Qirg'iziston shved buqalari. O'rtacha 8 oy, 7 oy oralig'idagi buqalar. Oq quloq, oq tumshuq, stakan tuyoq. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, 21 million so'm. Sunnati bor akalar, kami bor, o'tib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavka xizmatlarimiz besplatniy. Boshqa viloyatlarga ham kelishilgan holatda ushbu ekranimizda turgan telefon nomerlariga telefon qilib bog'laninglar. Narx-navolarni kelishamiz, gaplashamiz. Hurmatli obunachilar, sortiga, orqa oldini kengligiga ishqiboz bo'laverasizlar. Yaxshi qarab, yaxshi berib tursanglar, kelajagi bor narsalar. Tez o'zgaruvchan, sorti bor, zoti bor. Jigarlar, ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Biz bergan ma'lumotlar agar to'g'ri kelgan bo'lsa, ekranda turgan telefon nomerlariga aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.